Videolarimni aktivini shu paytgacha ikkita narsa ko'targan. Birinchisi qizil gilom, ikkinchisi arzon narx. Ikkalasini bitta videoda mujassam qilaman. Ko'rishlaring mumkin, juda ham chiroyli bo'lgan. Klassический uslubda to'qilgan 100% polipropilen materialda, qalinligi 1-2 mm chiqadigan 1 kvadrat metriga 2 kg silios ishlatilgan. Bu gilomimizni razmeri 3,5 ga 4, 14 kvadrat bo'ladi. Gilomimizni umumiy og'irligi 28-30 kg chiqadi. Bu degani juda ham og'ir gilom. Rasvetkasini ham ko'rib turibsizlar. Zich to'qilgan hisobiga gullari ham qanchalik mayda bo'lishiga qaramasdan ranglari juda ham tiniq. Sifatini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Bunaqa arzon narxda bunaqa gilom topishlaring qiyin. Gilomimiz faqat bir dona. Kimga nasib qilgan bo'lsa, o'sha inson xarid qiladi. Pastda nomerlar qoldiraman. Telegram kanalimizda lokatsiya ham bor. Bemalol o'tib, lokatsiya bo'yicha kelishlaring ham mumkin. Xohlasalaring telefondan zakaz qilishlaring ham mumkin. Bu gilomimizni 1 kvadrat metrini atigi 110 ming so'mdan xarid qilasizlar. Gilomimiz razmerlari 3,5 ga 4. Shunda gilomimizning umumiy narxi sizlarga hozir hisoblab aytaman. 3,5 ga 4 bo'ladigan bo'lsa 110 ming so'mdan 1,540 ming so'm evaziga mana shu gilomimizni xarid qilishlaring mumkin. Videoda dastrochni oldim, shuning uchun narxlarni hisoblab ko'rganim yo'q edi. Bunaqa narxda bunaqa gilom topishlaring nerealniy. Farg'ona shahar ichiga bepul dostavka xizmatini qilib beraman. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Qizil gilomni suyadigan tanishlaring bu videoni jo'natib qo'yinglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa hammalaringga xursandman bundan. Lekin gilom alohida tema. Bunga alohida bitta video qilishim kerak edi, lekin tezroq, arzonroq qilib qo'yib yubormoqchi bo'ldim. Sizlardan bitta like kutib qolaman.